Mototsikl diskasini yo'lda haydab borishganda bir yamaga qattiq tushishgan, keyin professional ustalarga olib borib, mana shunaqa qilib rixtovka qilishgan. Buni esa foydasi manaki o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Mana shunaqa yorilgan. Bu videomizda ham konkursi bo'ladi. Xudo xolisa shartlarini videoning oxirida aytib o'taman. Buni esa hozir remontiga o'tamiz. Qani, ketdik. Konkurs shartlarini aytib o'taman. Aziz do'stlar, shu videomiz 5000 ta like olsa, xudo xolisa yana bitta kommentariyada shunaqa muammosi bor aka-ukalar yozinglar. Men sizlarni yozganlaringga qarab bittalaringni ishini tanlab olib, 150 minggacha bo'lgan ishni bepul qilib beraman. Bir haftada agar 5000 ta like yig'a olsak. Ko'rib turganlaringiz esa diskani remonti o'z nihoyasiga yetdi aka-ukalar. Hamma tomonlari ideal aylanayapti. Yirtilgan joyini svarkasi, tashqari tomondan tozalab qo'ydim. Egalarni o'zlari kraskalab oladigan bo'lishdi. Yana bir marta diqqatli bo'lmasdan ko'ramiz. Hammaga sog'lik, boylik. Ko'rganda ko'rishguncha.